Endi azizlar, bu darsimizda ro, za va sin harflarini o'rganamiz. Bu harflar juda ham oson va chiroyli yoziladigan harflar. Ketdik. Ro harfi mana bunday shaklda yoziladi. Ro ko'rinishiga e'tibor bering. Mana shunaqa shaklda. Buni bunaqaroq qilib yozish ham mumkin. Ikkalasi ham baribir r hisoblanadi. So'z boshida kelsa ham, so'z o'rtasida kelsa ham hammasi deyarli bir xil bo'ladi, lekin so'z o'rtasidagi ko'rinishiga misol berib, bu tomoni biroz o'zidan oldin qo'li bo'ladi. Ya'ni o'zidan oldingi harfga ulanayotganligini ifodalash uchun. Mana shunga e'tibor berasiz. Yozayotgan paytingizda mana shunaqa tartibda harakat qilib qo'yamiz. R, O, ro, R, O, ro. Ro. Ikkalasi ham bir xil. R, I, ri. R, U, ru. Mana R harfi sukunli holatda r. Agar alif bilan kelsa qanaqa bo'ladi? Alif va ro. Alif satrning tepasida, ro yarmi pastida, yarmi tepasida bo'ladi. Va sukun holatda fatha bilan ar. I, r. Ir. U, r. Ur. Ar, ir, ur. Ro harfi b harfi bilan birga kelsa, r, o, b. Rob. R, b ni yozamiz. R, I, b. Riba. R, U, b. Ruba. Hop. Endi t harfi bilan birga kelsa va mana bunaqa shaklda yozilsa. T, A, r. Tar. T, I, r. Tir. Bunisini o'zingiz o'qiysiz. T, U, r. Tur. Endi D harfi bilan birga kelsa qanaqa bo'ladi? Mana bu D harfi, mana bu R harfi. Ikkalasi juda ham o'xshash. E'tibor bering, R pastga tushadi va kengroq yoziladi. Dal bunaqa yoziladi. D, A, R. Barakalloh. Dar. Keyingisi D, I, R. Dir. D, U, R. Dur. Dar, dir, dur. Mana shu ro harfi. Yaxshilab e'tibor bering, mana shu dal bilan birga kelgan holatiga. Sababi birini ikkinchisidan ajratish uchun dal mana nisbatan bir-biriga yaqinroq, u boshi bilan bu boshi yaqinroq bo'ladi. Bunisi kengroq holatda bo'ladi va dal chiziqdan tepada, satr chizig'idan bu pastroqda yoziladi. Endi azizlar, za harfini o'rganamiz. Za harfi ro harfini xuddi o'zi. Qarang. Ro ni yozamiz va nuqta qo'yamiz. Za bo'ladi. Ro ni yozamiz, nuqta qo'yamiz. Ro ni yozdik, nuqtasi bilan z bo'ldi. So'z o'rtasida va oxirida kelishi ham bir xil ko'rinishda bo'ladi. Hop, z a, z i, zi, z u, zu va z sukunli holatda z. Agar r bilan birga kelsa, mana bunaqa holatda bo'lsa, r, z, r, o, z, roz bo'ldi. Endi ikkita z birga keladigan bo'lsa, mana bunaqa bo'lsa, z, a, z, zaz bo'ladi. Agar z birinchi r keyin kelsa, z, a, r bo'ladi. Zar. Va agar z, i, r qilib yozadigan bo'lsak, zir bo'ladi. Z, u, r qilib yozsak, zur bo'ladi. R oz, roz, z az, zaz, z ar, zar, z ir, zir, z ur, zur. B harfi bilan birga kelsa qanaqa bo'ladi? B, i, z, biz degan so'z, endi biz o'zbekchaga o'xshab ketadi. Keyingisi T harfi bilan birga kelsa-chi, T, A, Z, taz. Jim harfi bilan kelsa, J, I, Z, jiz. Xo harfi bilan kelsa, X, U, Z, xuz. D harfi bilan birga kelsa, D, U, Z, duz bo'ldi. Endi bunda ham e'tibor berish kerak bo'lgan jihati bor. Mana bu zal harfimiz bor va bu z harfi bor. Ikkalasi bir-biriga o'xshab ketadi. Qarang, bu xuddi dal bilan ro, zal bilan z ga o'xshashligi. Farqi ham shundaki, zal tepada, z pastroqda yoziladigan asosiy jihati mana shuni. Shunga e'tibor berishingiz kerak. Z a z, z az, zaz. Bunisi z i z, ziz. Aksincha bo'lsa, teskarisi bo'lsa, z a z bo'ladi. Z a z. Talaffuzi ham sal farq qiladi, e'tibor berasiz. Shunga z u z. Zuz.
biroz qiyinroq so'zlar bo'lyapti talaffuz jihatidan. Agar mana bunaqa so'zlar bilan kelsa-chi, masalan, hop uzunroq so'zlardan b, z, r bo'lgan so'z bo'lsa, masalan, b, a, z, a, ro, bazaro yoki bo'lmasam ro, ba, z, ro, ba, z, xo, z, j, xo, z, j. Endi do'stlar, sin harfiga keldik. Sin harfi yozilishi juda ham chiroyli harflardan. E'tibor bering, mana bunday qilib yozamiz va pastga tushadigan qismini yozamiz. Diqqat qiling, bunaqa qilib yozamiz va pastga tushadi. Mana shu pastga tushadigan qismini qozonchasi yoki dumcha qismi deb nomlanadi. Bu mana shunaqa shaklda yozsa yaxshi bo'ladi. So'z boshida ko'rinishi bu pastki qismi bo'lmaydi, mana shu shaklda bo'ladi. Ya'ni birinchi 3 ta tishchasi bo'ladi. Mana shu shakli asosiy qismi o'zi. Sinni so'z o'rtasida keladigan qismi ham shunda ham mana shu joy bo'ladi. Oxirida kelishi ham aynan mana shu qismiga urg'u beriladi. Mana shu qism demak sinni asosiy ko'rinishi, boshqa harflardan ajratib beradigan qismi hisoblanadi va mana bu dum qismi ko'p harflarda bo'ladi bu o'zi. Endi sin harfiga harakat beramiz. S, a, sa, s, i, si, s, u, su va s harfi sukun bilan s ni o'zi. A bilan kelsa qanaqa bo'ladi desa, mana a ni yozamiz, alifni va sinni yozamiz va mana bunaqa holatda a, s, as. B bilan kelsa-chi desa, b ni o'zini alohida yozib olasizda, keyin sinni mana bu tishchalarni bir-biriga yaqinroq yozasiz mana. B, a, s, b, a, s. Bas va bu yog'idan davom ettirib ketish mumkin masalan. Bas, masalan t bilan yozadigan bo'lsak, bas, ti. Farazan shunaqa. Keyingisi, misol uchun s, i, b bo'lsa, s, i, b, si, b, si, b, s, i, t. S ni o'zini alohida va t ni o'zini alohida qilamiz, orasi ochiqroq bo'ladi. S, i, t, sit. So'z o'rtasiga misol h, s, b. Mana h, si, b masalan, h, si, b. Yoki bo'lmasam h, su, b deyish mumkin. H, su, b. J, s va yana bitta s yozsak. J, a, s, a, s, a. J, s, s. Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Bu j mi? E'tibor bering. Bu j emas, bu xo. Bunday qiladigan bo'lsak, shunda j bo'ladi. J, a, s, a, s, a. Yaxshi. Endi masalan so'z oxirida kelsa qanaqa bo'lishi mumkin? Masalan, xo'p, r, s bo'lsa, bu so'z oxiriga misol bo'ladimi? Yo'q, bu alohidaga misol bo'ladi. Sababi r bilan bog'lanmagani uchun bu alohidagi ko'rinishi hisoblanadi. Endi buni so'z oxiridagi ko'rinishi misoli bo'lishi uchun bu bog'lanadigan harf bo'lishi kerak. Masalan, b ga o'xshagan yoki bo'lmasam t ga o'xshagan. Mana s ni yozib turib, buni qilib yozamiz. Va bunga masalan f, a, f deb yozadigan bo'lsak, mana bu f va bu s ni farqini ko'ramiz. Bu f harfi, bu s harfi. F, as, f, as va mana shunaqa tartibda yozadigan bo'lsangiz, siz sin harfini to'g'ri yozgan bo'lasiz va bu chiroyli yoziladigan harflardan. Mana azizlar, bu darsimizda sizlar bilan 3 ta harfni o'rgandik. Roni o'rgandik, zani o'rgandik va sinni o'rgandik. Bu uchala harflar shunaqa o'zbek tiliga talaffuzi osonroq bo'lgan harflar va keyingi harfimizda shinni o'rganamiz va sodni o'rganamiz va dodni o'rganamiz. Yozilish jihatdan uchala harf bir-biriga o'xshab ketadi. Hozir o'rganganimiz sinni mantiqiy davomi desak ham bo'ladi. Talaffuz jihatdan biroz o'zbek tilida qiyinroq bo'lgan harflardan. Darslarimizni oxirigacha ko'rib tugatsangiz, sizga 30% chegirmaga ega bo'lish imkoniyati bo'ladi va bu bizni individual darslarimizga ham va Arabify darslarimizga ham va kurslarimiz bor va ana shu kurslarimizga ham amal qiladi. Xohlagan bittasida tanlab o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Buning uchun siz qisqa bizning kichkina testimizdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun esa hamma videolarni ko'rib tugatgan bo'lishingiz kerak. Shuning uchun videolarni oxirigacha ko'ring va izohlar qismiga dars sizga ma'qul bo'lyaptimi? Tushuna olyapsizmi? To'g'ri yoza olyapsizmi? Albatta fikrlaringizni bildirib boring. Albatta men bularni o'qiyman. Va agar sizga biz bilan birga, ya'ni men bilan birga individual birga bir jonli darslar o'tish, onlaynmi, offlaynmi sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyida havola qoldirdim. Shu orqali o'tib biz bilan birgalikda arab tilini o'rganishingiz mumkin. Ya'ni shaxsan o'zim sizga arab tili bo'yicha murabbiylik, ustozlik qilaman.